Mubashshir Ahmad domla haqida so'rab kelgandim o'zi birinchi. Shu auditoriyasi bor odamlar gapirsa yaxshi bo'lardi deb Abbos aka aytgandi. Auditoriyasi bor odamlar gapirsa yaxshi bo'lardi degan xulosangiz tajribadan kelib chiqqanmi yo shaxsiy fikringizmi? Illo bir haligi nima deydi? O'zimning shaxsiy fikrim avvalo. Ha, shunday deng. Yo'q, bu Shaxsiy har qanday musulmon odam nohaq zulm ko'rayotgan paytda u har qanday musulmon odam turishi kerak bo'lgan. Qo'li bilan. shaxsiy fikr bo'lsa, uni shariat deb olmaymiz. Agar shar'iy dalil bo'lsa, ergashishga majburmiz. Shuning uchun so'rayapman. Shar'iy dalil ham bor. Endi Alloh taolo zulmni la yuhibbullohu al-jahra bis-su'i illa man zulim degan-ku. Alloh taolo jahriy qilishni yomon ko'radi, yomon gaplarni. Illoki zulm qilayotgan bo'lsa, u kishini xabaringiz bormi? Zulm qilinayotganidan yo zulm qilinmayotganidan mavzudan xabarimiz yo'q-ku. Inna dhanna la yughni minal haqqi shay'a degan oyat ham borda. U o'zimizning xulosamizda zulm bo'lyapti, adolatsizlik bo'lyapti. Hazrati Muhammad alayhissalatu vassalomga ham Zulhuvaysilar shunaqa degan u. Adolat qil degan. Ya'ni zulm qilyapsan deganda. Muhammad alayhissalomga o'xshab zotlarga qarab gapiriladigan gap. Endi biz hozir Muhammad alayhissalatu vassalom bizga o'rnak. Bo'ldi, u kishiga gina gapiriladigan gaplar bor, qolgan odamga tatbiq qilib bo'lmaydi deyilmaydi. Muhammad alayhissalom bizga o'rnak. Mubashshir domla haqlarida hozir ko'pchilik mana sizning fikringizdagi odamlar gapirmaysanlarmi chiqib deyapti. Ijtimoiy tarmoqda gapirish kerakmi, misol uchun majburmi gapirish? Biz balki xabar olib turgandirmiz, balki shar'iy maslahat, shar'iy manfaat boshqa tomondadir. Uni biz ukalar bilan oilasi bilan aloqamiz bor bizni. Nima holat, qanaqa vaziyat kuzatib turgan bo'lsak-chi. Illoki chiqib gapirish kerak. Masalan deylik, Mubashshir Ahmad domlamizga Fazliddin Parpiyevni chiqib gapirishligi zarar. Fazliddin Parpiyevni o'ziga PR ma'nosida foyda. O'sha foydani ko'zlab bir musulmonni musibatidan manfaatlanib o'zini PR qilyapti. U yaxshi biladi. Fazliddin Parpiyev tarafini olgan odam muammoga uchraydi. Chunki Fazliddin Parpiyevning qulog'ligini hamma yaxshi biladi. Tushunyapsizmi? Sizdan kimdan ovoz kelyapti? Yusuf Rozdan kelyapti. Yo'q, o'zi tushundim. Men bizda aynan bitta odam gapirmadi deb nima qilinmadi bu yerda. Faqat shunaqa hamma shuna deyapti-da, siz yaxshi bo'larmikin deyapsiz-da. To'g'ri, sizni ham din g'amida, tashvishingizda gapirayotganingizni bilamiz, lekin to'g'rimi bu, noto'g'rimi? Shaxsiy fikrmi, shar'iy fikrmi? Shuni so'radim. Agar shar'iy fikr desangiz, isbotlasangiz ergashishga majburmiz. Chunki biz shaxsiy fikrimiz shariatdan ustun turmaydi. Lekin ma'lumki bu hammaning shaxsiy fikri. Umumiy oyatlarda endi shar'iy dalil. U dalil to'g'ri tushish kerak-ku, dalilni manoti bor-u. To'g'ri tushish kerak-ku. Yuqorida aytdim-ku, payg'ambar alayhissalomga kelib bir odam adolat qil deyishligi shar'iy dalillarning umumiy matniga tushaveradi. Chunki Alloh taolo Qur'onda adolat qil degan, zulm qilma degan, haqqini bergin degan, nohaq qilmagin degan umumiy oyatlar tushaveradi. Lekin o'sha maqomda o'sha odamning gapi to'g'rimidi Rasulullohga? To'g'ri emas edi. Xuddi shuni aytayapman men. Odamlar aytayapti, chiqib gapirmaysizmi deyapti. Nima gapirishim kerak? Shar'iy ma'noda gapirishim kerakmi shuni? Yo, anaqa ma'noda. Men balki undan gapirmaslik domlaga foyda deb o'ylayotgan bo'lsam-chi. Shar'iy asosga ko'ra bizning jamoamiz bor, domlani kursdoshlari, sinfdoshlari, shogirdlari, ustozlari bor. U maslahat bu yoqda bo'layotgan bo'lsa-chi. Inshaalloh bizni taxminimizga ko'ra qo'yib yuborishadi inshaalloh. Ular hozir poylab o'tirgan bo'lsa-chi musulmonlarga shunaqangi Fazliddin Parpiyevga o'xshagan mana Zupar ham gapirib chiqdi. Abdulloh Zupar. U shunaqalarni gapirib chiqishini Suriyadagilar gapirib chiqyapti. Foydasi bormi domlaga shuni? Meni bilishimcha, siyosiy ko'r bo'lmagan odamni ko'zi bilan qarasa domlaga zarari bor ularning. Ular domlani musibatidan foydalanyapti.
eski ilgarigi sharafsizligini davom ettiryapti. Musulmonlarni musibatdan foydalanib, Falastinda shuncha musulmonlar qirilyapti, kelinglar deb baqirgan Abul Valid Falastinga bugun borolmaymiz deyapti. Nimaga? Shunaqa ekanda. Biz nima degan edik senga desak, yo biz endi jihad qilishimiz kerak deyapti. Unaqa bo'lmaydi do'stim. Siyosiy ko'r bo'lmaslik kerak. Sizni men siyosiy ko'r demoqchi emasman. Dinga g'amingiz bor, shariat musulmonga tashvish qilyapsiz-da, lekin shaxsiy fikrni umumiy oyatlar bilan hujjat deb taqdim qilinmaydi. U shaxsiy fikr shar'iy fikr shuro bilan bo'ladi. Va amruhum shuro baynahum degan Alloh taolo. Payg'ambar alayhissalomga washavirhum fil amr degan. O'shaning uchun do'stim, buni gapirish kerak degan qat'iy psixologiyaga kelib qolmaslik kerak. Bu anaqada Kant nazariyasida bor bu. Kant Yevropani bugungi kundagi psixologik vaziyatini tahlil qilganda shu musulmonlardan olgan o'zi. Odamlar qachon xatoga tushadi deganda o'zlarini shaxsiy tushunchalarini umumiy haqiqat deb talqin qilganda tushadi degan. Bu shariatda ham shu gap bor. Sen la taqfu ma laysa laka bihi ilm degan Alloh taolo. Ma'lumoting bo'lmagan narsaga ergashma degan. Ma'lumotingiz yo'q nima haqida? Faqat tashqaridan ko'rdingiz xolos. Va O'zbekistonni butun hamma yoqqa zolim qilib ko'rsatishyapti. Shu sababli. Shungacha ham O'zbekistonni yoqlagan odamlar masida ular. O'zbekiston hukumati bu alholda ateistlarning qo'lida xor bo'lib turgan ayol va yigit bolalarni olib kelganda ham rahmat demagan endi bular. Bular endi Mubashshir domlaning orqasidan o'sha eski o'zlarining manfaatlarini yana ishlatib olishyapti. Fazliddin Parpiyev agar haqiqatda erkak bo'lganda, kechirasizda, ko'tini qisib o'tirardi, indamasdan. Uni gapirishligini faqat va faqat zarari bor. Chunki o'zi xoin, o'zi quloq odam. Yana bitta qiziqligi, Turkiya hukumati bu yerda Mubashshir domlani quloq emasligi ma'lum bo'lyapti. Nimaga? Turkiya hukumati bilan quloq bo'lib ishlamaganligi uchun bervordi Turkiya. Fazliddin Parpiyevning quloq ekanligi ma'lum bo'ldi. Chunki uni ham ushlab olib kirishdi, O'zbekistonga deport qilish kerak bo'ldi, qo'yib yuborishdi. Lekin bu gapim meniki ham shaxsiy, shar'iy emas, yana buni dalil deb shar'iy asosda gapiryapti. Nima? Siyosiy qarash bo'lib gapiryapman. Xo'p, tushunarliga